Telefonni 7000 so'm ko'rsa qo'shib beraman dedingiz. Mayli, mana 10 mingni oling. 10 ming? Ha, 3000 so'm qo'shib berasizmi? Mayli, mana men 5 mingni ham oling-da. Men musor ham olib ketay. Quruq ketmaydi. To'xta. Hozir meni yedirdimi? Qo'limga rasmagan pul berib, musor ham berib qo'ydimi? Hozir ko'rsatib qo'ymasang. Asal bunaqa narsalar olmasdi-yu. Ha, esdan chiqib qopdi, yozib qo'yar ekansiz. Menimcha sizni ko'ngli bor-ku. Bitta-ticha. Bundachi, mashina men nomimdan Asalxonga berib qo'ying. Sirokchi telefon qo'yar ekansiz. Voydod. Voydod ko'rasanlar hozir. Asalxon, so'ragan narsalaringizni berib yubordim. 500 ming so'm bo'ldi. G'ayrat aka, qanaqa 500 ming? Nimalar deyapsiz? Men faqat suv bilan sigaret so'ragandim. Hey, bunaqa hazil qilmagin menga, tushundingmi? Shu qarzing to'lab qo'ygan. Ben doim aytaman, bular taksichilarni yedirmoqchi bo'ladi. Taksichilar devor bo'lmasa ko'chani ko'radi. This is that ice cold Michelle fight for that